Kel qizim, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Axir sizlar o'sha buyuk insonlarsizlar-ku. To'g'rimi? Qayerlardan kelib qolding bu yerlarga? Bu yerlik emasliging aniq. Qanday qilib bizni zamonamizdagi yoshlar ham sizlardek mashhur inson bo'lishlari mumkin? Bizga ham o'rgatinglar. Men yoshligimda qanday bilimlar olganimni, nima ishlar qilganimni bilmoqchi bo'lishsa, bizni yoshligimiz haqidagi kitoblarni o'qishsin. Qayerdan topsak bo'ladi u kitoblarni? Biz haqimizdagi bu kitoblarni istalgan kitob do'konidan topsa bo'ladi. Yoshlar ko'proq kitob o'qishsin. Albatta topib o'qishimiz kerak. Rahmat sizlarga.